degan ovoz eshitildi menga deyishyapti-ya. Bundan bir necha kun avval poytaxtimizdagi Bo'rijar kanalida 43 yoshli erkak suvga cho'kayotgan 2 nafar voyaga yetmagan qizlarni qutqarib, o'zi esa cho'kib ketdi. Aniqlik kiritilishicha, mazkur voqea joriy yilning 5-may kuni yuz bergan. Biz aynan marhum erkak istiqomat qilgan mahallaga keldik. Hozir uning yaqinlari bilan suhbatlashamiz. Taxminan o'sha yerda o'sha o'g'limni ko'ryapman, ikkita bolani ko'ryapman, qizni ko'ryapman-da. Bular yo'qlar. Saidakbar adigan qalladi, baqiryapman. Yo'q bo'lib qoldilar deydi. Hazillashma Saidakbar, sen yo'qlar deyapti-da. Necha yoshli qizlar? 8 yosh ekan. Oyog'ini yuvaman debdi, keyin bittasini qutqaraman debdi, xullas shunaqa tushib ketgan bular o'yin qarori qilib. Men bitta o'zida berganlar qizni. Ha, bu yon o'zida. Shu yerda o'zida berganlar, o'sha ranglari o'zgarib ketdi dedi o'tda anaqada. Bu tushishiga qizi bu olgan, yo suv yutganmi, yo tomir chiqib qolganmi? O'zimni otdim. Endi jabimiz chiqolmaysa, alish qizni olib turamiz. Mana shu fikr ketyapti-da endi. Men charchab qolsam adam yeyveraman, adam charchasa menga yer. Mana shu fikr ketyapti-da. Uzoqlashib keturdilar borgan sari. 15 metrlik uzoqlashdilar. O'sha tarafga sal yetmasdan turib, men o'sha odamni ko'rganim yo'q-da. Biz voqea joyiga yetib keldik. Baxtsiz voqea aynan mana shu Bo'rijar kanalida sodir bo'lgan. Ular chetga olib chiqib berdilar. Bu oldi, u nariyoqqa borganda oldi. Keyin qayerdan topib chiqishdi turmush o'rtog'ingiz? 16-bansiyadan tarafdan deyishdi. Ko'zim bilan ko'rdim-da, shu sakrayotganlarini. Ko'zim oldi shunday shu sakrayotganlari turibdi faqat. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, qizlar ushbu kanaldan oqib kelayotganda aynan mana shu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolardan biri ularni ko'rib qoladi va qutqarish maqsadida erkak o'zini kanalga tashlaydi. Chiqish iloji yo'q deb burchak baribir bunaqaga kela olmaysiz chetidan. Suzishni bilardilar o'zlari. Juda yaxshi bilardilar suzishni. Bir qarashda yo'q bo'lib qoldilar. Tikib qo'yib qo'lni qilguncha. Ayollarni yopish kerak baribir. Mingta odam anta bolalar aytaman, cho'milib yuribdi bemalol. Men ketyapman, sovuq degan ovoz eshitildi. Yo'q, sovuq yeb ketganlar o'sha paytdan qotib qolgan oyoqlarda. Aytaman, o'zi shamollab turuvdilar. O'shundaqa qattiq qichqiriq keldi, sovuq degan. Bo'rijar kanalida bir nafar fuqaro cho'kib ketganligi to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Yong'in qutqaruv otryadi g'avvos qutqaruvchilari aytilgan manzilga zudlik bilan yetib borib, qidiruv ishlariga kirishildi va taxminan 21:55 vaqtlar o'tganda fuqaroning jasadi topildi. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Bo'rijar kanalida cho'kayotgan voyaga yetmagan qizlarni qutqargan erkak halok bo'lganligi holati yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda ekan. Biz shu o'rinda 2 nafar voyaga yetmagan qizlarni qutqarib, qahramonlik ko'rsatgan erkakning yaqinlariga, oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Daryo, ko'l, kanal atrofida istiqomat qiluvchi fuqarolar, farzandlaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang.